Animatsion film deyishimiz bilan yapon animelarini hisobga olmaganda ko'z oldimizga barchaga mashhur va bir-biridan ajoyib Gollivud multfilmlarini keltiramiz. Ha, Gollivud bu jabhada ancha oldinlab ketgan. Sony, Pixar, Disney va DreamWorks kabi qudratli studiyalar deyarli har yili muxlislarga yangicha uslub va olamga ega bo'lgan animatsion filmlarni tortiq qilib kelishmoqda. Va bir-biri bilan jadal raqobatda. Qisqasi, yaxshigina budjet, malakaviy kadrlar, erkinlik va shu kabi ko'plab ustunliklar tufayli chet el studiyalari Gollivudga uncha-munchada raqobat qilishi juda qiyin masala. Ammo yaqin yillarda yer sharining boshqa bir chetida, ya'ni Chin mamlakatida bir loyiha shov-shuvga aylandi. Kutib oling, biz bugungi roligimizda o'sha mashhur Xitoy animatsion filmi bo'lmish Neja haqida suhbatlashamiz. ...2019-yil Xitoy animatorlari ommaga Neja Iblisning tug'ilishi nomli ajoyib animatsion filmni tadbiq etishdi va film kutilganidek muvaffaqiyatga erishdi. Ha, shubhasiz shunday. Sifatli vizualizatsiya, ajoyib syujet hamda omma olqishi va rekord darajadagi kassa. Hozirda ushbu film ikkita qismga ega va videoda ikkala qismga ham to'xtalib o'tamiz. Birinchi qism haqida gapiradigan bo'lsam, menga birinchi qism juda yoqdi. Yuqorida aytganimdek, film sifatli va yuqori darajadagi animatsiyaga ega. Ammo gap uning texnik jihatida emas. Meni birinchi qism olib chiqqan mavzusi hayratlantirdi. Syujetga kelsak, film syujeti qadimgi Xitoy mifologiyasi asosida qurilgan bo'lib, unga ko'ra hayot marvaridi deb ataluvchi, bilmadim, artefakt desak to'g'ri bo'larmikin. Xullas, hayot marvaridi deb ataluvchi personaj yovuzlik energiyasini uchratadi va uni o'ziga singdiradi. Shu sabab samoviy ma'bud ulug' ustoz hayot marvaridini tutib, uni ikkiga, yovuzlik va ezgulik marvaridlariga ajratadi. Ezgulik marvaridini insonlar qirolligining qiroliga in'om qiladi. Qirolning tug'ilajak farzandiga marvarid singdirilishi va tug'ilgan bola marvarid kuchiga ega bo'lishi kerak edi. Ammo ba'zi ko'ngilsizliklar va noxushliklar tufayli bexosdan chaqaloqqa yovuzlik marvaridi singdiriladi va bolakay iblis sifatida dunyoga keladi. Gap shundaki, yovuzlik marvaridi tafqalanat qilingan edi va 3 yil o'tib uni chaqmoq urishi oqibatida yo'q qilinishi kerak edi. Va shu asnoda film boshlanadi. Qisqacha syujet shundan iborat. Film syujetining menga yoqqan tarafi shuki, film inson taqdiri uning kim bo'lib tug'ilishida emas, balki kim bo'lib yashashni tanlashida degan ajoyib mavzuni olib chiqqanida. Tushunyapsizmi? Yovuzlik marvaridi deya nomlangan, marvarid kuchini o'ziga singdirgan, iblis bo'lib tug'ilgan, omma nafratiga sababchi bo'lgan va yovuzlikka moyil bo'lgan ushbu bolakay qaysidir ma'noda Narutoni ham eslatib yubordi. Ushbu bolakay oxir oqibat o'z qismatiga qarshi chiqadi va qahramonga aylanadi. Aslida unda hech qachon yovuz niyat ham bo'lmagan. Filmdagi ajoyib lokatsiyalar va jang sahnalari albatta sizga yoqadi. Ayniqsa film ishlatadigan yumor ham o'ta noodatiy va albatta komedik sahnalar sizni kuldira oladi. Ha, mening fikrimcha film yumor va dramani bir me'yorda ushlab qola olgan va ajoyib ishlatgan. Filmda aytilgan dialoglarga ham gap bo'lishi mumkin emas. Senda qanday muammo? Men maxluq bo'lib tug'ilganman. Bu mening qismatim. Bularning hammasi yolg'on gaplar. Kim nima desin, hammasiga tupurdim. Qismatingni faqat o'zing hal qilasan. Tushundingmi? Menga buni otam o'rgatgan. Agar qismat taslim bo'lmasa, kurash. Kamchiliklar ham yo'q emas. Ayniqsa loyihada bir nechta personajlar unchalik ham rivojlanmagan va ularga ko'p vaqt ajratilmagan. Masalan, ustoz Tai personaji. Ammo film bemalol Gollivud animatsiyalaridan qolishmaydi. Hatto kassa ham film tomoshabinlariga qanchalik manzur kelganligini aytmoqda. Film 20 million dollarlik budjet bilan dunyo bo'ylab 742 million dollardan ortiq kassa to'pladi va ingliz tilida bo'lmagan animatsion filmlar ichida eng yuqori kassa to'plagan filmga aylandi. Qisqasi, birinchi qism va boshlanishiga ajoyib natija. Birinchi qism menga juda yoqdi. Aytganimdek, u olib chiqqan mavzu meni ta'sirlantira oldi. 2025-yil
filmning ikkinchi qismi katta ekranlar yuzini ko'rdi va film birinchi qismdan ham ko'proq shov-shuvga aylandi. Aynan bu proyektni ko'rishimga aslida shu ikkinchi qismning shov-shuvi sabab bo'lgan. Ikkinchi qism. Bu qism oldingisiga qaraganda ancha kengroq. Ya'ni oldingi qism avvalo olib chiqadigan mavzusiga qaratilgan bo'lsa, bunisi ko'proq filmdagi olamni bizga tanishtiradi. Film masshtabi anchagina keng. Bu qismda biz osmon saroyi va undagi sehrgar shogird va ustozlar va yerda yashovchi ko'plab maxluqotlar va ularning maqsadi, hayot tarzi bilan yaqindan tanishtirilamiz. Bu qism oldingisiga qaraganda ancha dramatik va ancha komedikdir. Adashmadingiz. Filmning birinchi yarmini kuzatar ekansiz, uni kulgu va maroq bilan tomosha qilasiz. Hazil va yumor talaygini va albatta tomosha qilish chog'ida tabassum qilishingizni kafolatlaydi. Ammo filmning ikkinchi yarmi anchagina jiddiy va dramatikdir. Juda katta masshtabdagi epik jang sahnalari hamda kutilmagan syujet burilishlari, juda ta'sirli epizodlar albatta tomoshabinni hayajonlantiradi. Ayniqsa filmning oxirlarida Neja va onasi bilan bo'ladigan epizod albatta sizni oz bo'lsa-da junbushga keltiradi. Film to'plagan kassa esa bu alohida mavzu. Ikkinchi qism rekord darajadagi ko'rsatkichni qayd etdi. Ya'ni u dunyo bo'ylab 2 milliard dollardan ortiq kassa to'plashga muvaffaq bo'ldi va barcha davrlarning eng kassabob animatsion filmiga aylandi. Hamma narsa ajoyib: musiqa, kadrlar, personajlar, antagonistlar, action, animatsiya, kassa, barchasi a'lo darajada. Ammo filmning bir kichik kamchiligi bor. Shaxsan men uchun bu kichik kamchilik. Ya'ni filmda birinchi qismdagi kabi olib chiqiladigan ajoyib va massaga ega mavzu yo'q. Ya'ni film qisman birinchi qismdagi mavzuni davom ettiradi, ammo bu unchalik ham sezilmaydi. Natijada film action va komediyadan iborat bo'lgan attraksion filmga aylanib qolgandek qisman. Va birinchi qismga qaraganda o'z massasini ozgina yo'qotgan. Bu mening shaxsiy fikrim va bunga qo'shilishingiz shart emas albatta. Nima bo'lsa ham ushbu animatsion filmning ikkala qismini ham ko'rib qo'yishingizni maslahat beraman. Katta ehtimol bilan 3-qism ham suratga olinadi va ijodkorlardan yana bir ajoyib va sifatli sequel kutib qolamiz. Film haqida yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha spoilerlarsiz ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Biz bilan bo'ling. Chunki biz rivojlanishda va bundan yaxshi kontentlar tayyorlashda davom etamiz. Sog' va salomat bo'ling.